Akalar Ford Mustang 40 minutdan beri mana shu yerda qimillamay turibdi. Mashinasini o'chirgani ham yo'q. Nima uchun bunaqa holat? Sizlarga savol beraman. Birinchisi egasi o'lib qolgan, ikkinchisi egasi uxlab qolgan, uchinchisi egasi umuman yo'q. Kim topdi javobini? Egasi o'lib qolgan. Bizni cho'pay bilan o'tirib olib, kimlarni ko'tini kavlash bo'yicha koinot chempionimiz, ayniqsa erkaklar biladi. Hammamizga shunaqa mashinalar hamda shunaqa nomerlar nasib qilsin. Bizning orzuyimiz shunaqa nomer olish. Instagramda dalboyob ko'rdim videosini, mashinani nomerini ko'rsatgan, mashina markasi bilan gapirgan hammamizga nasib qilsin. Xudoyim yetkizsin. Buyina ama mashinani nomerini Xudodan so'rayapsan. Qilgan niyatingga qo'tag'im 100 minglab odamlar like bosgan. Undan ham ko'p odamlar mashalloh. Allohga oson deb mina qilib yozishgan. Nimani niyat qilyapsizlar, nimani so'rayapsizlar? Sog'liq so'raylar, ota-onanglarga umr so'raylar. Mashinani nomerini orzu qiladigan darajagacha degradatsiya bo'lib ketdinglarmi? Sizlarki mana shunaqa dalboyoblar oranglarda daxuyaligini bilaman. Sizlardan ancha level men balanddaman, hatto bir fikrlash bo'yicha. To'g'rimi, To'lqinbek?